Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar azizlar? Bugungi sanamiz 16-fevral 2026-yil. Ushbu kunda pomidorlarimizni changlatishga niyat qildik. Buni changlatish 1,5 litr suvga, qaynab sovitilgan suvga 10 gram koreyskiy tamaton dorisidan qo'shib tayyorladik va bunga tortlarni rangidan qo'shdik. Nima uchun? Chunki mana shu changlatganimizdan keyin, misol uchun, shuni changlatganimizdan keyin belgi bo'lish uchun, buni qayta changlatmaslik uchun. Agar yana qayta changlatadigan bo'lsak, pomidorning holati bir xunukib qolishi mumkin. O'shani oldin olish maqsadida shunday qilyapmiz. Pomidorlarimizni bir necha kun bo'lib ketdi, changlatishimiz kerak edi, ancha oldin. Vaqt bo'lmadi ba'zi bir sabablarga ko'ra. Hozirgi holatlari mana shunday holatda. O'sib ketyapti. Har ikki tarafini jipga olganmiz, bu taraflarini ham olishimiz kerak endi. O'tgan yili mana shunday rang qo'shishni bilmaganman, shunday changlatib ketaverganman. Men keyin farqini ajratolmay qoldim. Changlatganmanmi, yo'qmi deb va qayta qilib yuborganman-da. Qayta qilib yuborganim sababli pomidorlarimiz yuzida bijir deymi, endi mala ber der ekanda. Xunukib qolar ekan. Keyin xaridor ham buni olishga bichgana og'iz kelmay turar ekanda. Past narxda so'rab shunday bosh og'riq bo'lar ekan. Kimdir bilar, kimdir bilmas, mana shunday rang qo'shishni. Qo'shsalaringiz bo'laveradi bemalol. Undan keyin eshitib, buni usulda qo'llab sinovdan o'tkazganmiz, keyingilari yaxshi bo'lgan. Bu yil ham shu usulda changlatishni niyat qildik. Changlatish qanday bo'ladi? Mana shunday ochilgan gulni ana shunday qo'lni orasiga qilib, barmoqlarni orasiga qilib bir marta changlatamiz. Boshqa taraflariga sachrab ketmasin, chunki suv nuqtasiga tegib qoladigan bo'lsa, salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Pomidorga ziyon yetishi mumkin ko'chatimizga. Shu gulni o'ziga tegizib bir marta yaqinroq, uncha yaqin emas, uzoqdan purkamaslik kerak-da. Qisqacha videomiz shundan iborat edi. Xayr. Ko'rishguncha omon bo'ling. Qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Ketgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar.